knopkasini bitta bosib yuboramiz. O'zi avtomatik suvni tortib, ichiga to'ldirishni boshlaydi. Birinchi choynagida suvini to'ldirib, o'zi qaynatib bera oladi. Ikkinchi choynagida qaynagan choyingizni issiqqina qilib ushlab tura oladi. O'zida 5 ta funksiyasi bo'ladi. Choy qaynatish funksiyasi, fontan qilib suvni to'ldirib beradi, o'chirib yoqish, muzdek suv quyish va xolodilnikni yoqish. Qanaqa xolodilniklar? Pastki tortmasida o'zini banочниklarini terib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni xolodilnichasi ham bo'ladi. 19 litrli suvni bemalol pastga qo'yib qo'yasizlar. Xonani gradusini ko'rsatib turadi. Detskiy pitaniyasi uchun 45 gradusda ushlab tursin suvni deb belgilab qo'yishingiz mumkin. 60 gradusda suv ichaman deyishingiz mumkin. 60 gradusga tushiradi. 5 gradusda muzdekini suv ichaman siz, bu yerdan o'zi muzdekini suv tushirib beraveradi. Bu yerda yana qo'shimcha 3 ta funksiyasi bor. Choy qaynatish funksiyasiga tegishli bo'ladi. Bilasizlar, narxi bizda davlat siri emas, har doim aytiladi. Narxi $135. Eng qizig'i, buni sizga sovg'a qilib yuborishimiz mumkin. Sharti oddiy. Kommentariyaga kirasiz, eng kreativ kommentariyani yozasiz va xudo xolisa natijasini kutasiz. Balkim sizga nasib qilgandir. Kommentariyada sizni kutamiz.